Hörmetlik Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünüzü qızğın qarşı alırıq. Ən aldı bilan qısqaça məzmununa göz ataylı. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin sabiq Cumhur Rəisi Qulam Osman Əpəndi imza hərəkətiga aktiv avaz qoşuşqa çağırıq qıldı. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Tashqi İşlər Ministri Salih Xudoyer Əpəndi Şərq Türkistanның besilingan dövlət ikənligini etiraf qilishni talab qildi. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti rəhbərləri Xitay təşviqatıga vaqtida rəddiyə qaytarmoqda. Şərq Türkistan sürgündü hökumətining Cumhur Rəisi Doktor Məmtəmin Əla Əpəndi xalqaro cəmiyyətni irqiy qırğınçılıqni to'xtatishga chaqiriq qildi. Mutaxassislar Xitoyning Atlantik okean qarovulxonasining bexatarlikka tahdid ekanligini mo'ljallamoqda ekan. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Tashkilotining Amerika Tashqi ishlar ministrligi bilan izchil munosabatlashib, qatirqinib xizmat qilishi natijasida Amerika Tashqi ishlar ministrligiga Sharq Turkistonning Xitoy tajovuzchilari tomonidan qonunsiz besilinganligini e'tirof qilishni o'ziga olgan bir qancha talab yozilgan iltimos sunish qaror qilingan bo'lib, buning uchun Sharq Turkiston surgundi hukumatı juma kuni Sharq Turkiston uchun ochiq xat imzolash harakati boshlatdi. Tarixiy ahamiyatga ega bu imzo qo'yish faoliyati 19 fevralgacha davomlashadigan bo'lib, har qaysi Sharq Turkiston tashkilotlarining imzo qo'yishi talab qilinadi. Sobiq Cumhur Raisi Qulam Osman Əpəndining bu vaqtdagi chaqiriqini diqqətinizə sunumuz. Qarindashimiz Salih Xudoyerning murojaatini angladinglar. Şu anda biz bir yo'l ayrışda turyapmiz, ya'ni bir ochalda turyapmiz. Sharq Turkistonning besilingan zamin ekanligini e'tirof qildirish tirishchanligi ma'lum yuchuqlarni etishga muvaffaq bo'lyapti qarindoshlar. Salihning Sharq Turkiston surgundi hukumati nomi bilan qilayotgan faoliyatlar natijasida Amerika Davlat Majlisida erishgan ko'rishma fursatlari bizning oldimizga tarixiy bir tanlashni qo'ygandek qiladi. Qarindoshlar, demokratik ellar ko'pchilikning ovozini tonuydi. Şoňa ular Sharq Turkistonliklarning ovozini anglab beqishni talab qilgan bo'lsa, hammamiz birdek bu xatga imzo qo'yishga kuch qirayli va zo'r ko'pchilik Sharq Turkistonlikning siyosiy orzusining nimaligini ochiq bildirayli. Har qaysi davlatlardagi siyosiy faoliyatchilar shu yerdagi tashkilotlarga berib qarindoshlar. Bu imzo to'plash harakatiga haydakchi bo'lishni, milliy va mo'minlik burch bilishinglar kerak. Agar şu vallada torlarını qaplab ketgan mustaqillik shuarlarimiz rost bo'ladigan bo'lsa, mana bu xatga imzo qo'yish orqali buni isbot qilaylik. Bu fursatni o'tkazib etsak, fursat har kuni kelmaydi qarindoshlar. Bu xatga imzo qo'yinglar. Yerlik tashkilotlarning ish o'tib ketganda bilmabdiq, uqmabdiq deyishlarining oldini olish uchun şu yerdeki mustaqillik jangchilari, shaxsiy faoliyatchilar, aktivlar, tashkilot rahbarlarini xabardor qilib, hatto beshida turib imzo qo'ydirishga tirishishinglar kerak. Mana shu chaqda ba'zilarning qanday bahona sabab ko'rsatadiganligini anglab baqalaysizlar. Agar buni hukumatni qo'llaganlik bo'lib qolarmikin deb ansiraydigan tashkilotlar bo'lsa, ular mushundaq bir fursatni yaratsin. Muşundak bir xat tayyorlasın, biz imza qo'yaylik. Biz imza qo'yishga har qachon tayyor. Buni mu deb qo'ysanglar bo'ladi. Har qaysi davlatdagi millat vakillariga bu ishda haydakchilik qilish, yerlik tashkilotlarga berish vazifa. Bu bir mecburiyet. Millet vekilleri için mecburiyet ama başka vatanperverler öz vicdanının avazına kulak selip şu boyunca hareket kıyısı bulur. Bu fırsat her daim kemmeydi o. Bunu emmeyle obdan bilimiz qarindoshlar. Kim? Qandak bir teşkili kurulma namıdın faaliyet kıygan buluşunun qat'i nazar fırsat Sharq Turkistonliklarga mansub qarindoshlar. Fursatni qaçırıp o'tishning ziynumu Sharq Turkistonlarga mansubdir. Agar siz qiling shunday bir faoliyatni, shunday bir ishni qiling. Agar uningda bizning siyosiy orzuyimizga xilof bo'lgan
talablar bo'lmagan taqdirda biz imzo qo'yamiz. Mustaqillik, Sharq Turkiston, ism va siyosiy g'oya to'g'ri bo'lgan bo'lsa, biz imzo qo'yamiz. Agar sizning og'zingizda da'vatgan ashu mustaqillik rost bo'lsa, imzo qo'ysiz, bo'lmasa, mana bu erkek kishini araydigan bir mizon. Buningga tarafdorlik, mazhabchilik bilan muomala qiladiganlar buningdan keyin yolg'on mustaqil ekanligini isbotlagan asl abdi bashirisini ko'rsatgan bo'ladi. Xatga shaxslar imzo qo'ymaydi ekan qarindoshlar. Tashkilot boshliqlari shu tashkilotga vakolatan imzo qo'yish kerak ekan. Shunga aktivlarning yerlik tashkilotlarga haydakchi bo'lishini tuvenchilik bilan so'raymiz. Xatga imzo qo'yishning natijasi xalqqa oshkorlandi. Kim hamkorlikka yaqin keladigan kimligini yoki hamkorlikni og'zida deb qo'ygan bilan o'rtaq bir ish qilaylik kelinglar degan vaqtida qochadiganligini isbotlaydi. Yerlik tashkilotlarning buningga bildirgan inkosini nima deb rad qildi? Nima deb o'zini qochirdi? Buni shu tashkilotlarga berib, imzoga da'vat qiluvchi aktivistlarimiz, munavvarlarimiz, mustaqillik jangchilarimiz xalqqa oshkorlash kerak. Men palani tashkilotga berib, palan chaqinga qo'yama imzoni desam, mandaq sabab ko'rsatdi, mandaq dedi deganni oshkor qilish kerak. Millat vakillari uchun bu bir vazifa. Boshqa aktivlar uchun bu ixtiyorlik, o'zining vijdonining ovozi quloq solib qiysi bo'ladi. Tashkilot boshliqlarining inkosi zada nim bo'ldi. Bularni bilib qo'yish har Sharq Turkistonlikning haqqi. Bu murojaat aşağı qarindoshlar, men buning tekst bo'yicha yozib qo'yay va imzo qo'yadigan xatning ulanishini qo'yib qo'yaman. U Salihning videosining ostida bor, men qo'yib qo'yay. Qarindoshlar, Allah hammamizni hidoyatga boshlasın. Aqlimizni ro'shan qilsin qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgünde hükümetinin Tashqi ishlar ministri Salih Xudoyor Apandi 11 fevral günü ijtimoiy axborot supsi X'da Dünya Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikning manbasi bo'lgan Xitoyning Sharq Turkistonga bo'lgan mustamlikasi va ishg'oliyatidan iborat masalani hal qilishi lozim. Sharq Turkistonni besilingan davlat deb e'tirof qilish irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishning tunji qadami dedi. 9 fevral günü Xitoy bayonotchisi ishxonasining Sharq Turkiston islom harakatiga taqobil turish barliq xalqaro jamiyatning o'rtaq mas'uliyati. Jungo rayon va dunyoning bexatarligini qo'g'dash uchun Turkiya va xalqaro jamiyatning boshqa a'zolari bilan terrorlikqa qarshi hamkorlikni kuchaytirishga tayyor degan joylashlariga qarata Sharq Turkiston islom harakati va Turkiston islom partiyasining Xitoyning Uyg'urlarni terrorchi qilib tonutish, qonunliq Sharq Turkiston milliy mustaqillik harakatini yer shariy jihad harakati sifatida ko'rsatish maqsadida to'qib chiqarganligini obdan bilamiz. Xitoyning axborot tashkillashi aniq, xuddi strategik sheriklari Taliban, Pokiston va Turkiyaga o'xshash. Turkiya Xitoy hukumatining ruxsatisiz Xitoy to'qib chiqargan Sharq Turkiston islom harakati va Turkiston islom partiyasi kontrolligidagi o'qituvchilarni bexatar panoh joy bilan ta'minlay olmaydi. Bu xil kontrol qilish faqat Xitoyning tashviqot kun tartibiga xizmat qiladi. Dunyo sizning aldamchiligingizni kuzatadi dedi. Tajovuzchi Xitoy hukumati Markaziy televiziya stansiyasi, Xitoy Shinhua xabarlari, Xitoy yer shari televiziya turi CGTNga o'xshash ko'p tillik Zuani hamda X, ya'ni burunqi atalishi bo'yicha Twitterga o'xshash xalqaro ijtimoiy aloqa vositalari, shundaqla har fursatdagi saxta bayonlari qatorliq turli usullar orqali o'zining Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini inkor qilishga urinmoqda. Sharq Turkiston sürgünde hükümeti rəhbərləri bununla vaqtida radiya qaytırıb, xalqaro jamiyatda Xitoyning tashviqotlarga mos fikr iqimining shakllanishinin oldini olmoqda.
Xu Shijin atlıq bir Xitay axbaratçısı Xitayning eng chong tashviqot zuvoni bo'lgan Markaziy televiziya stansiyasi ko'rsatgan Xitoy Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarga simvol qilib sahnaga olib chiqqan ayollarning Tibetliklarning naqsh aytib usul o'ynagan ko'rinishini 10 fevral kuni Twitterda ham bayirlab, Junguni etnik asonliq millatlarni chetga qayqiyotidi deb qaralaydiganlar buningga qarasin. Jungoning 2024-yillik bahor bayramini tabriklash san'at kechiligida Şinjan'da kelgan Uyg'urlar intayin go'zal, ko'rkam, an'anaviy Tibet kulturi to'liq namoyon qilindi degan. Tashqi ishlar ministerimiz Salih Xudoyor apandi buningga vaqtida raddiya berib, Xitoyning Uyg'ur va Tibetliklarni naqsha yetkazib, usul o'ynatib, baxtli qilib tasvirlashi Xitoyning ularga qarta irqiy qirg'inchilik yurgizmayotganligining dalili sifatida sunilyotidi. Bu xuddi yaponlarning Nanjingni ishg'ol qilgandan keyin naqsha aytib usul o'ynagan Xitoylarning rasmini Xitoyning yaponlarni xayr-savar qutqazg'ichi bilib qarshi olganligini isbotlash uchun qo'llanganligiga o'xshaydi dedi. Xitoy Xinhua xabarlari 9 fevral kuni ijtimoiy axborot supsi X'da Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining g'arbiy shimolidagi qadimiy shahar Qashqarning ko'chalarini bezatgan qizil panuslar kishilarga bahor bayrami yoki Jungoning yangi yilining bayram kayfiyatini his qildirdi degan. Cumhur Reisimiz Doktor Mamtmin Ala apandi qizil terror Qashqarni qoplab yangi yilni tabriklashga qistavotidi. Qashqar o'zgacha sirliq qadimiy alayligidan uzoqlashtirilib, Xitoycha alaylikka ega Xitoy shahriga aylantirilotidi. Uyg'urlarning abadiy qalbi va ruhi bo'lgan Qashqar necha 10 yillardan beri Xitoycha shaharga aylanishga bardoshlik berishga majbur bo'lyotidi. Qashqar bugun Xitoyning kengayishiga qarshi eng oxirgi va shonliq Uyg'ur chegarasi sifatida qizil ko'rinish uchun nurg'un qonni yo'qotadi. Xitoy bu tabriklash faoliyati orqali o'zining mustamlikachilik talabini qaytadan oydinlashtirib, kengayish orzusini namoyon qildi. Ajablanarligi yo'q. Xitoyning kengayimchiligining koni logikasi bizga o'rgatganidek, Qashqar mag'lub bo'lgandan keyin Xitoyning yangi yilini tabriklaydigan keyingi shahar O'rta Osiyodagi Toshkent yoki Ostona bo'ladi. Dünya ko'zni qamashtiradigan qizil panuslarning parqirab turgandan huzurlangan bilan qizil vabo imkon qadar tez hamma yerga tarqalmoqda dedi. 11 fevral kuni ijtimoiy axborotda jazo lageridan bir teri bir ustixon qo'yib o'tilgan Uyg'ur ayolning oxirgi nafaslarini elayotgan ko'rinishi tarqaldi. Cumhur Reisimiz Doktor Mamtmin Ala apandi buningga qarta suratlar Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va turmalarining insonlarni kasal qilib o'rg'iltib bir teri bir ustixonga aylantirib qo'ydigan nachar sharoitini yana bir qatam namoyon qildi. Xitoy dunyoning buningga o'xshagan suratlarga parvosizligidan foydalanib, xalqaroning yoshirin qarshiligidan qochishni planlab, bu sistemlik irqiy qirg'inchilikni qasddan ost suratda amaliyleştirmoqda. Dunyoning har qaysi joylari parvosiz tomosha ko'rayotgan vaziyatda biz har kuni yo'qolib ketyapmiz. Natijada bir teri bir ustixonga aylanib qolayotgan insonga nisbatan aytganda qotillar bilan tomosha ko'rayotganlarning cho'ng farqi yo'q. Har ikkilisiga bu o'ltirish qilmishi ta'sir qilmaydi deb inkos qaytarish orqali xalqaro jamiyatni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Mutaxassislar Xitoyning Atlantik okean qorovulxonasining bexatarlik tahdid ekanligini mo'ljallamoqda ekan. Yevroasiyo xabar torining 12 fevral kunidagi xabarida aytilishicha, Xitoyning Afrika qit'asiga bo'lgan qiziqishi Xitoy Xalq ozodlik armiyasining dengiz armiya bazasini Atlantik okeanga qadar kengaytirishidimi o'z ifodasini topgan bo'lib, Amerikaning oldingi o'ylasi bo'lgan Atlantik okeandagi Xitoyning mavjudligi bexatarlikka tahdid deb qaralgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 2024-yili 1-oyda Misr, Tunis, Togo va Peltishi qirg'oqi qatorliq Afrika davlatlarini ziyorat qilgan. O'rta Afrika davlati Gabonning prezidenti Ali Bongo Oqsaroyning yuqori darajalik yordamchisiga Xitoy prezidenti Shi Jinpingning harbiy qismlarini Gabonning Atlantik okean qirg'oqiga o'rinlashtira oladiganligini maxfiy va'da qilganligini oshkorlagan. Wall ko'chasi gazetining dokladida ikki davlatning diplomatik manevrining misoli sifatida davlat bexatarligining yuqori darajalik muavin maslahatchisi John Finner Bongoni taklifni qaytarib olishga qoyil qilgan. 2 yildan buyon Amerika Xitoyning Afrikaning g'arbiy qirg'oqida dengiz armiya bazasi qurishdagi jiddiy diplomatik tirishchiligini to'sib kelgan. Xitoy savdo porti tijorat qiladigan Gviniya Amerika amaldorlarini Xitoyning dengiz qirg'oqida harbiy baza qurish taklifidan ogohlantirgan bo'lib, hozirga qadar Amerika Afrikaning g'arbiy dengiz qirg'oqini Xitoydan qo'rib kelgan. Atlantik suvlarida Xitoyning bir portining bo'lishi, Xitoyning ta'minlash yo'llarini qo'g'dishi va Amerikaning harbiy harakatlariga qarta qulaylik yaratishi mumkin ekan.
Xitoyning nurg'un davlatlarda allburun savdo porti yoki terminali bor bo'lib, bular Xitoyning urush kemalarining portlari ekan. 2024-yili 7-oyda uning piloti Nigeriyaning Lagos portiga kirgan. Xitoyning harbiy tadqiqotchilari chet eldagi bazalarning ozodlik armiya qismlarini oldin o'rinlashtirib, harbiy to'qinish, diplomatik signal berish, siyosiy almashtirish, ikki taraflik va ko'p taraflik hamkorlik, shundaqla ta'lim-tarbiya, harbiy mashqni qo'llay oladiganligini, harbiy ashyo oboratorining Amerika armiyasining axborotini iz qo'llab tekshira oladiganligini o'tirg'a qo'ygan. Amerika Davlat urush institutining davlat bexatarlik strategiyasining dotsenti Dawn Morfi 2023-yildagi siyosat doklad berish yig'inida Amerika hukumatining harbiy baza qurish orqali Xitoyning Atlantik okeanga kirishini cheklashga ahamiyat berish kerakligini, Xitoyning G'arbiy Afrikaning Atlantik okean qirg'og'idagi dengiz armiyasi aslahalari Amerikaga yaqinligi va Amerika-Xitoy qurolli to'qinishida Xalq ozodlik armiyasining dengiz armiyasi paraxodlarini qurollantirish va remont qilishdagi bir o'rin bo'lishi sababidan Washingtonning bu rayondagi eng chong bexatarlik tahdidi bo'lishi mumkinligini aytgan. Hozir Xitoy har qaysi okean va qit'alarga tarqalgan 50 necha davlatdagi 100 ga yaqin o'rinda port va terminalga ig'dorchilik qiladi ekan. Amerika yanada dunyodagi eng chong harbiy kuch bo'lib, chet ellarda taxminan 750 bazasi bor ekan. Xitoyning hozirgacha faqat birla bazasi bor ekan. Kun tartibda siyosiy burch va qadam olish fursati. Abduri Burhan Muhammad. Niyat iqbol qayerni qiblagoh qilsa, manzilga yetadigan yo'lmi shuning tomon echilishga, fursat va imkoniyatlarmi shuning o'kchorisini bo'ylab shakllanishga qarab mangdi. Imkoniyat va fursatlar manzilga boradigan musofaning qisqarayotganligini, uningga yetishning mumkinligini bishoratlaydi. Tashkilot va qurumlardagi o'zini yanglab turishga ahamiyat berish, qilib to'xtamasdan to'ng tezakda qaytib ketgan faoliyat metodlariga o'zgartish kirgizishga jur'atkor bo'lish, islohot elib berishni eg'izdagi shuardan amaldagi harakatda aks ettirish, o'z navbatida ushbu imkoniyat va fursatlar uchun o'zini tayyorlashning, hozir va nozir turishning talab taqozzosidir. Yangilanish faqatla tashkilot va qurumning mexanizmlarini bilabla to'xtamaydi, balki uni yangi bir pallaga qarab ilgirlashga undaydi. Adaqqa g'oya uchun besishga tegishli musofani besishdagi g'ayratni changitadi. Yo'l ochqichilarga mansub deymiz. To'liqlab aytadigan bo'lsak, yo'l faqatla ochqichilarga emas, o'z navbatida u yo'lni izbes menayotgan yo'lovchilarga mansub. Yo'l ba'zida kishilik safarbarlikning kuchi bilan ochilsa, ba'zida kollektivning kuchi bilan ochiladi. Bir millatning, bir zaminning mansublarining istiqlol va istiqbolga tutashgan yo'lining ochilishidek cho'ng mushkulotlar bo'lsa, albatta ash millat va zamin mansublarining o'rtaq kuch chiqarishsiz ochilishi, manzilga boradigan yo'lga tiklangan to'saqlarning qulay yo'l bilan bosib chiqilishi bas mushkul. Bu vajidan mustaqillik yo'li sanlikdan, manlikdan halqib o'tib, bizlik ro'y bilan ravonlashadigan, hatto bizlikdanmi halqib o'tib, o'rtaq vatan va o'rtaq mansubiyat nuqtasidan hammamizning engi bo'lish bilan yurish qilishni talab taqozo qiladigan qutlug' yo'ldir. Bu barida mayli islohot babidagi urinishlar jihatdan bo'lsin, mayli mustaqillik yo'lidan iborat bu qutlug' yo'lni dag'damlashtirishga urinish jihatdan bo'lsin, mayli bu yo'lga o'zini va atrofini hozirlashga tirishish jihatdagi tirishchanligi jihatdan bo'lsin, Sharq Turkiston surgundi hukumatini bir qadar ko'rinarli qadamlarni elayotidi deyishga bo'ladi. Yaqinda Sharq Turkiston surgundi hukumatining tashqi ishlar ministri Salih Xudoyorbosh bo'lib chaqirqilgan Sharq Turkiston uchun ochiq xat imzolash harakati mana bu ko'rinarli qadamlarning amaliy ifodalaridan bo'lib, bu chaqiriq bir tarafdan Sharq Turkistonliklarning orzusi va g'oyasini xalqaroga bildirish tirishchanligidagi samimiyatning aks sadosi hisoblansa, yana bir tarafdan o'xshash g'oyani ishga oshirayotganligini, da'vo qilayotgan, yillardan bu xil da'vo bilan o'tirg'a chiqqanligini iddia qilib harakat qilib kelayotgan har qaysi tashkilotlar uchunmi samimiyat ko'rsatish fursati. Shundaqla navbatdagi vaziyat va siyosiy atmosferaning tabiiy talabi nuqtasidan siyosiy majburiyat bilib o'tirg'a tushishni shart qilgan harakat bo'lib qarshimizga chiqmoqda. Bu chaqiriq yana yillardan xalqqa mustaqillik da'vosi qilayotganligi bilan ko'rinib kelayotgan, kamera va fotograf uskunasini izchil siyosiy faoliyatning shohidi qilib kelayotgan har qaysi top katboshlarining zuvonga kelib maydon ifodalashini taqozo qiladigan, dasturxon qatirab yegan ichkinidan tortib xoli joyda hazm qilolmay injiqlab chiqiradigan quruq yelgichi bo'lgan jimi kirindi chiqindilarini da'vo bilan chetishtirib bormaydigan da'vochilarimizning saprasqa kelishini, ashu zuvonsiz surat,
yağlama təşviqat və aşı avazlıq avazsız yerlərinin zuvan kelib, rast gepini aniq qilishini şart qiladigan chaqiriq deyishga bo'ladi. Yig'ib aytganda, mazkur chaqiriqni o'zlarining boshchiligidagi qurum va tashkilotlarning Sharq Turkiston uchun ovoz chiqarish talabga aylangan chaqda ovoz chiqara oladigan jur'atdimi? Yoki g'arazlarning mahkumligi ostidagi jonbaqar parazit manqurtlikni mushundoq paytlarda ko'rsatishi uchun xo'jasi tarafidan beqilib kelayotgan obsharklarmi? Qisqasi, atoqdagi tashkilot va qurum arboblari milliy mustaqillik yo'lining haqiqiy da'vochisimi yoki jonbaqtillarmi deganni amaliy ifodasi bilan ko'rsatib berishning ta'tir saniqi deyishga bo'ladi. Davomi keyingi xabarlarimizda izchil anglitildi. Bugungi xabarlarimiz bu yerda oxirlashdi. Bizga vaqt ayirganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatimki programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.